Bir sahoba kelib mana shu narsani so'radi. Ey Allohning elchisi, qiyomat qachon bo'ladi dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlariga savol berdilar. Qachon bo'lishligini aytmadilar. Chunki qiyomatni hech kim bilmaydi. Ammo ikkinchisini ham bilmaysiz. Ikkita bo'ladi qiyomat, bilasizlar. Birinchisi umumiy, birinchisi har bir insonning o'ziniki. O'lgan kuni qiyomat. O'lgan kuningiz qiyomat. Bu ertaga ham bo'lishi mumkin sizga qiyomat, bugun ham, indinga ham, bir hafta, bir oy, bir yil, 10 yil baribir bo'ladi. Umumiy katta qiyomatni so'rayapti bu inson. Tayyorgarlik ko'rib turayin deb. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, Alloh taolo aytayaptiki, "Zalikal kitab la rayba fi." Ana o kitobdan maqsad Qur'oni Karim. Qur'oni Karimda hech qanday shak shubha yo'q deyapti. Qur'oni Karimda hech qanday shak shubha yo'q. Fransiyalik bir odam keyin ismini o'zgartirgandan keyin Yusuf deb at qo'ygan ekan o'ziga. Mana shu odam kitobni ochib, Qur'oni Karimni ochib, Alif Lam Mim Zalikal kitabu la rayba fi hudal lil muttaqin degan oyatni o'qigandan keyin tarjimasi bilan arabchani tushunmaydi. Tarjimasi bilan mana shu narsa: Ey Robbim, qancha ne'matni menga ato qilding, unga shukr qilishim oz bo'ldi. Qancha balo bilan meni sinading, unga mening sabrim oz bo'ldi. Ey, ne'matlariga shukrim oz bo'lsa ham ularni man qilmagan zot. Ey, balolarga sabrim oz bo'lsa ham meni xor qilmagan zot. Ey, ma'siyatlarim uchun meni sharmanda qilmagan zot. Ey, sanoqsiz va tuganmas ne'matlarning egasi, dunyoyim bilan dinimga yordam ber. Taqvo bilan oxiratimga yordam ber. Bilmagan narsalarimdan meni saqlagin. Mening nafsim istayotgan narsaga meni tashlab qo'ymagin. Ey, gunohlar zarar qilmaydi. Bir xil kiyim yoqmas injiq badanga, un xil bo'lsa hamki o'xshaydi kamga. Bu faqat ko'ngaydir oppoq kafanga, yotar joyim bir kun bo'lgusi tuproq. Ko'tarib kelurlar bosib hilxonam, mazor endi uyim lahaddir xonam. Salom umidvorim marhumam onam, yotar joyim bir kun bo'lgusi tuproq. Tovlanib etursan ko'pni mahliyo, sen asli yolg'onsan ro'yo, tinch qo'ygin meni ey. Shunda inson bo'lingki hayotda hamma insonlar sizni orqangizdan yaxshilikka duo qilsin. Shunday inson bo'lingki tirikligingizda odamlar qadringizga yetsin. Shunday inson bo'lingki dunyodan o'tganingizdan so'ng insonlar yig'lasin va ortingizdan odamlar sizga o'xshagan odamni qidirsin, sog'insin, yaxshiligingizni eslab qiynalsin deydi. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilar, ba'zi insonlar dunyodan o'tsa odamlar yaxshi bo'ldi deydi. Ammo ba'zi insonlar dunyodan o'tsa odamlar yig'laydi deydi. Buni dalili Alloh taolo oyat karimada